Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana keyingi zakaz eshironlarimiz ham tayyor holatda. Bu eshironlardan o'rnatib oldik. Hop, hafta kuniga yakshanba hammalarda dam olish kunlari maroqli bo'lsin. 18-may 2025-yil. Bu eshironlarimiz Andijon viloyati Sharixon tumani Bo'ston qishlog'iga o'rnatilgan mana. Holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan obunachilar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi qo'yib borayotgan ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun layklarni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Holatlarni bemalol ko'rib, sifatlariga baho berishingiz mumkin. Materiallarimiz tozaligi, mana holatlari. Xudo xolasa mana zammolarimiz ham toza zamok, resinkalar o'rnatilgan magnitli zamok. Akamiz ham bizni musofir yurtda kuzatib, ishlarimizni yoqtirib zakaz qiluvdi. Mana pullarini kelishdik. Xudo xolasa pullarga yarasha qilib, nima desam bo'ladi, yoqqan degan umiddamiz. Akamiz ham hozir mana o'zlari shu yerda. Aka, ishlarimiz yoqdimi? Assalomu alaykum. Aka kanalini anchadan beri kuzatib boraman, niyat qilgandim. Mana niyat qildik, eshironlarni olib kelib o'rnatib berishdi. Ko'nglimiz to'ldi. Hammaga yaxshimi? Qolamiz juda zo'r. Sifatlari ham shuni yaxshi. Bemalol musofirda yuradigan akalarimizni ham tavsiya qilaverasiz, to'g'rimi? Albatta. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Juda ham ishlari pokiza, sifatli, a'lo darajada ekan. Eshiron qanaqa kelar ekan deb sizlar o'ylamaysizlar. Biz qanaqa qilib sifatli qilib beraylik deb biz o'ylanaylik. Obunachilar, bemalol musofirda yurgan akalarimizga ham podlistga qilib qo'ysanglar, Telegram, WhatsApp orqali oshna-og'ayni, do'st birodarlarga qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bu yerda bitta eshik, bitta romimiz bor. Hozir yana bitta eshik, bitta romimizni ko'rsatamiz. Общий ishimiz bu yerda 2 eshik, 4 dona romimiz. Mana videoni uzmagan holatda. Mana. Yana bitta eshik, 2 tarafimiz shu tarafda. Mana bunisini ham bemalol sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Materiallarimiz 100% quruq holatda. Yog'ochlarimiz neobrazno yog'ochdan tayyor bo'lgan, qalinliklari 4,5 sm ga bitgan. Holatlarni mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu zamogimiz ham mana magnitli toza zamok. Resinkalari eshiklarimizni tepa pastiga, yon tomoniga qo'yilgan. Holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Romlarga ikki o'zi bo'lgan, bittasi ochiladi. Mana. Romlarimiz razmeri 1.20 ga 1.60 lik. 2 ko'z qilganmiz. Bozlarini ham mana baquvvat qilib qilganmiz mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Oynalarimiz yo'diy oynak. Asli oq oynaga kelishganmiz. Ransasi qanaqa bo'lar ekan degdi, summasini aytdik. Yo'diy qilib kelaring degdi. Mana yo'diy qilib berdik. Hurmatli obunachilar, bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Bemalol WhatsApp, Telegram orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Musofirda yurgan akalarimizga hammalariga ishlariga omad, tan-jonlari sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Layklardan aymaysizlar degan umiddamiz. Keyingi ishlarni ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Yetib bo'lachur, rahmat.